Siz aytganingizdek hamma narsalarni olib keldim. Bolgarskiy, luk, pomidor, chesnok, kapusta, kartoshka, go'sht, zira, tuz, guruch. Eng yaxshi priprava menimcha zira bor. Krasniy перец ham bor ekan. Конечно, tuz. Hammasini oldim. Endi boshlaymiz. Bugun 3-marta golubsi tayyorlaymiz. Kartoshka, piyoz, go'sht, krasniy перец, zira, ris solib yaxshilab aralashtirib, tayyor zelyoniy перецlarimizni ichiga solib to'ldirib chiqamiz. Bismillah deb boshlaymiz. O'zi hech ham qilmaganman. Ayam telefonda tushuntirib qo'ydi. O'shanga qarab tayyorlaymiz. Mana bismillahirrohmanirrohim deb boshladik. 8 ta qilgandim, lekin nimam ko'proq ekan, shunga 11 ta qilinar ekan. 11 ta golubsi, kartoshka, go'sht qo'g'iraman, ustiga piyozni sepib, ustiga kartoshka, pomidor sepib, karamni solib, golubsini solib, tomatli sousimizni quyib, dimlab qo'yamiz. Hamma masalliqni tayyor qilib ichiga soldim, hammasini. Sousni ham tayyorladim. Ustiga quyib dimlab qo'yamiz. Mana golubsi tayyor bo'ldi. Umrimda birinchi marta boshidan oxirigacha hammasini o'zim tayyorlab qildim. Prямо вкусный bo'lgan. Hidlari shunaqa shirin, o'zi shunaqa miyaqki. Уже bittasini yeb ko'rdim. Endi mana hozir qizim bilan maza qilib yeymiz.